Odamlar uyiga bitta Spark puliga darvoza qo'ydirib, o'zi piyoda yurar ekan. Aka, bu pont deyiladi. Darvoza qancha qimmat bo'lsa, qo'shnilar shuncha hurmat qiladi. Temirni nimasini hurmat qiladi? Darvoza temir-ku. Uni faqat svarshiklar tushunishi mumkin. Odamlar faqat pulini sanashni biladi. Ha, endi nima ham deysiz? Yanachi ularda orzu, havas degan narsa bor. Ko'p odatlarni shu so'z bilan oqlashar ekan. Qizig'i, men ham sezdim, o'tgan kuni bir hovliga qarasam, 4 metrlik hashamatli darvoza turibdi, atrofida esa devor yo'q. Tasavvur qil. Lekin aka, kecha bitta odamning darvozasini ko'rdim, shunaqa yaltirab turibdi, xuddi oynaga o'xshaydi. Shovlari ham tep-tekis. Kraskasini 2 haftada zangi chiqib ketmasa, men maymun emasman. Yo'q aka, u odam darvozachi boladan zakaz qilibdi, ular parashkoviy kraska separ ekan, umuman o'chmas ekan. Mashalloh, mashalloh. Ammo lekin unaqasini eshitmagan edim. Teknologiya degan. Ular o'zi qayerda ekan? Toshkentdami? Darvozani Namanganda yasashadi, lekin respublika bo'ylab dastavka qilib, olib borib o'rnatib ham berishar ekan. Shunaqa oson bo'lib qoldi hozir. Qaraya, darvozachilar ham ko'payib ketishibdi. Endi dizayner, yurist, menejerlar ham svarshik bo'lib ketishyapti, sun'iy intellekt rivojlangani sabab. Aka, biz ham bitta darvoza buyurtma qilamizmi? Jigar, biz daraxtda yashaymiz-ku, darvozani qayerga qo'yamiz? Shoxgami?